Assalomu alaykum do'stlar, yaxshimisizlar? Mening ismim Sumaya. Bugun sizlarga Sulton Abdurashid Xonning bir qissa hikoyasini o'qib beraman. Sulton Abdurashid Xon farzand shundoq bo'lsa, Sulton Abdurashid Xon davrga xiyonatli kishilarning ayblari isbotlansa, ularning qo'llari kesilar ekan. Bir kuni Sulton Abdurashid Xonning oldiga o'g'irlikqa avlangan bir kishi ilib kelishi bilan Sulton Abdurashid Xon uning qo'lini kesishga burildi. Xalq yig'ilibdi. Xalqni jazo maydoniga ilib berishibdi. Ijodlikmi hozir bo'libdi. Shu chog'da bir kichik qiz Sulton Abdurashidning oldiga kelibdi va tiz cho'kib yig'lab turib aytibdi. Shu oliylik yomon ish qilganligi uchun otamning qo'lini kesishga buyuribdilar. Otam yomon ish qilganligi uchun uni jazolashga haqli ekanligini bilaman. Otamning meningdan bo'lak to'rt kichik bolasi bor. Onamiz bo'lsa kasal, bizlarni boqolmaydi. Agar otamizning qo'lini kestirsalar, bizlar ochlikdan o'lamiz. Otamizning qo'lini kestirmagaylar. Agar qo'l kesishdan boshqa iloj bo'lmasa, otamizning qo'li o'rnida mening qo'limni kestirgaylar. Sulton Abdurashid kecha qizning ota-onaga bo'lgan muhabbatini bir qadar kuchligini ko'rib hayrat qildi. Yana uni sinamoq uchun kuchlikni ko'rib hayrat. Mayli, otangning o'rnida sening qo'lingni kestirman. Sana bir kunlik muhlat beray. Obdan o'ylan, keyin pushaymon qilib qolmag'in, debdi. Atasi qizning otasini qo'lini bog'lab maydonga ilib kelishibdi. Qizmi hozir bo'libdi. Qiz otasini ko'rib so'nib, ota, hargiz qo'rqma. Men hakamga otamizning qo'li o'rnida mening qo'limni kestirgaylar deb yilindim. U ma'qul bo'ldi. Hozir mening qo'limni kelib sizni ozod qiladi deb qo'lini jalobga uzatdi. Qizim so'zlarini anglab, Sulton Abdurashid ham qattiq ta'sirlanibdi. Jazo maydoniga to'plangan xalq hayjini bosolmay qilishibdi. Sulton Abdurashid ham qizning otasini darhol ozod qilibdi. Qizning maqtab kelingan kitoblarni ko'rsatibdi. Ota bola quchoqlashib cheksiz uyga qarab yo'lga minibdi. Sulton Abdurashid jazo maydonidagi bir marhar tashqa kichikkina qiz otasining qo'li o'rnida o'zining qo'lini kesishni ixtiyor qildi. Shu qizda farzandga ega bo'lgan ota-onalar nima degan baxtli degan putukni yozdirdi. Xo'sh,